أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qarindoshlar, bugun inglizcha Qur'oni Karim darsining 9-qismini o'rganamiz. Oldingi qadamda biz Alloh subhanahu va taoloninki Bani Isroil, ya'ni Yahudi va Nasaralarga qilgan ko'y ishlari, bularning qanchalik razil ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib kelgan edi. Biz shuni davomlashtiramiz inshaalloh. 47-oyat. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and that I preferred you to the alamin, mankind and jinn of your time period in the past. Ey İsrail'nin evlatları, İsrail'nin balaları, yani İsrail Yaqub aleyhisselam'ның ismi. Arapçada bu başka tilden kirgen, lekin Arapçada şu peti özleştirilgen İsrail Allah'ның bendisi degan ma'noda. Yani ey Yaqub'ның evlatları demekçi. Mening sizlarga hadiya qilgan ne'matimni eslanglar. Ve mening sizlarni olam xalqlariga ortiq qilganligimni eslanglar. Prefer degan tanlamak, ortiq qilmak. Yani insanlar ve cilla üstüdün. Sizlarninki öz vaqtinglarda, yani time period degan time vaqt, period mezgil. Yani o'tmishda, in the past, şu vaqtda sizlarni olam xalqlaridan ortiq qilganligimni eslanglar. 48-oyat. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. And fear a day of judgment when a person shall not avail another, nor will intercession be accepted from him, nor will compensation be taken from him, nor will they be helped. Ve bir gün, yani judgment, hüküm çıkıldıgan günden korkunglar ki kişi yeni bir kişiye asqatmaydigan, fayda vermaydigan. Ya ki şefaat, yani til bilish uningdan qabul qilinmaydigan. Ya ki uningdan to'lam elinmaydigan. Ya ki ularga yordam berilmaydigan shundoq kundan sizlar qo'rqinglar. 49-oyat. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. And remember when we delivered you from Pharaoh's Pharaoh people who were afflicting you with a horrible torment, killing your sons and sparing your women, and therein was a mighty trial from your Lord. Ve eslanglar biz sizlarni Firavunning odamlaridan qutuldurgan vaqtni. Ular sizlarni nihoyat qo'rqinchli azoblar bilan azoblayotgan, qiynayotgan kishilar edi. Qanday qiynayotdi? Buni Alloh yana tushuntirib berdiki, o'g'illaringlarni o'ltirib ve ayollaringlarni ayirib qo'yib, ya'ni ularni o'ltirmay tirik qo'yib shunday qiynagan edi. Ve uningda Parvardigoringlardan cho'ng bir sinoq imtihon bor edi. 50-oyat. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. And remember when we separated the sea for you and saved you and drowned Pharaoh's Pharaoh people while you were looking at them when the sea water covered them. Ve eslanglar biz dengizni sizlar uchun bo'lgan, ayirgan vaqtimizni ve sizlarni tutuldurgan ve Firavunning odamlarini sizlar qarab turgan holatinglarda suvga cho'ktirib o'tgan, g'arq qilgan vaqtimizni eslanglar. Ya'ni ular qarab turgan dengiz suvi ularni o'rvagan vaqtida, ya'ni dengiz suvi ularning ustidan besib kirib, qanday bo'lgan, ular g'arq bo'lgan vaqtda qarab turgan holatda sizlarni qutuldirdik, dushmanlarni shunday bir vahshiy holatda yo'qotib berdik. Sizlar shuni eslanglar. 51-oyat. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
And remember when we appointed for Moses 40 nights, and in his absence you took the calf for worship, and you were zalimun, polytheists and wrongdoers. Ve eslanglar, biz Musaga 40 kechini va'da qilgan vaqtimizni eslanglar. Ve onun yo'q vaqtida, absence degan o yaninglarda yo'q vaqtda sizlar Musayni oldinglar ibodat uchun. Ve sizlar zalim bo'ldinglar, ya'ni polytheists, mushrik ve xatolik o'tkazguchi bo'ldinglar. 52 oyat. Summa afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Then after that we forgave you so that you might be grateful. Shuningdan keyin biz sizlarni kechirdik, sizlarning shukr etuvchi bo'lishinglar uchun. Ya'ni Allohning ne'matlariga, dushmanlaringlarni qutuldirganligiga, dushmanlaringlarni g'arq qilganligiga va sizlarni qutuldirganligiga Allohga shukr etishinglar uchun biz sizlarni kechirdik. 53 oyat. Wa id atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. And remember when we gave Moses the scripture, the Torah, and the criterion of right and wrong, so that you may be guided right. Ve eslanglar, biz Musaga kitobni bergan vaqtni. Oldingi qismda so'zlab o'tdik, scripture, ya'ni samoviy kitoblar. Tavratni va Injilni bergan. Ve to'g'ri xatoning o'lchimini ato qilib bergan. Toki sizlarning to'g'riga yetaklanishinglar uchun sizlarga to'g'ri xatoni qanday ayirib beradigan bir o'lchamni bergan vaqtimizni eslanglar deb Alloh subhanahu va taolo Bani Isroillarga bu oyatlarda bir necha xil ne'matini Alloh taolo esiga soladi. İnsonga Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarni esiga solish bandalarning shukr etishiga sabab bo'lganligi uchun shu Alloh subhanahu va taolo ko'p o'rinlarda Bani Isroillarga bo'lsin yoki boshqa mu'min musulmonlarga bo'lsin bergan ne'matni Alloh taolo doim esiga solib turadi. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo va amma bi ni'mati robbika fahaddis, Parvardigoringning sana bergan ne'matlarni so'zligini Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi. Ya'ni ne'matni so'zlash bu nima? Alloh taologa shukr etishninki ifodalarining jumlasidir. Aksicha o'ziga berilgan ne'matni unutib qilib, o'ziga kelayotgan xafaliklarni, qiyinchiliklarni so'zlash bandani Alloh taologa tuzkorlik qilishga, bergan ne'matlarni unutib qilishga sabab bo'ldi. Allohu a'lam. Oxirida yangi so'zliklarni o'rganib o'taylik. Preferred ortiq qilmoq. Period mezgil. Avail foyda vermek. Intercession shafaat. Compensation to'lam. Delivered qutuldirmoq. Afflicting azoblamoq. Horrible qo'rqinchli. Sparing ayirib qo'ymoq. Mighty katta. Separated ayirmoq. Separate bilan sparening oraliqidagi farq, spare ma'lum bir narsani bir yerga yiqqan bo'lsa, shuningdan bir qismini qoldirib qo'yish olgan bo'lsa, separated narsalarni turga bo'lish, ya'ni ayirish degan ma'noda. Drown cho'ktirmak. Appointed va'da qilmoq. Absence yo'qlik, ya'ni g'oyib bo'lgan vaqtni absence deyiladi. Criterion o'lcham. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo kelarki darsimizda yana sog' salomat uchrashishga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu o'zi bergan ne'matlarning qadriga yetishga, Bani Isroillarga o'xshash tuzkorlik qilmay, Alloh ne'mat bergan sari shukr etadigan bandalardan bo'lishga Alloh muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.